Bu mashinamizning saloniga bitta kirib o'tadigan bo'lsa, stop start tezat bo'ladi. Old orqa sko'zlar, kachela rejimlari, svetlarni o'chirib yoqish, muzikalar, fleshka, auto qo'ydi, stop start tezat bo'lishi, multirul muzikalarni signalli boshqariladi. Masofadan boshqarish uchun pult, 12 volt zaryadkasi, dokumentlari, sidinalar ikki koja qo'shilgan. Salon ancha kengina, 6-7 yoshdan ikkita bola uchun mo'ljallangan. Voy, nega bu bunaqa qilib qo'yapti? 1600 modelligi BMW mashinamizni Farg'ona viloyatiga dastlabki qilib chiqarishga tayyorlaymiz. Bu mashinamiz 12 voltli, 4 ta balon rezinaviy bo'ladi, Yeva materialdan ishlangan. Kalpaklar shunaqa chiroyli sakadiska qilib ishlab qo'yilgan. Oldi, orqa farlari chiroyli bo'lib yonib turadi. Saloniga 6-7 yoshdan ikkita bola uchun mo'ljallangan salon ancha katta, kengina qilib berilgan. Komplektda zaryadka pultlari bo'ladi. Ruli chap tarafda bo'lganligi sababli bu mashinamiz haqiqiy kishilik mashina. Kim farzandiga, nabiralariga shunaqa chiroyli, sifatli, katta mashina olishni niyat qilgan bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar va assortimentlarni narxlari bilan Telegram kanalimizda kuzatishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.